ko'zlar uchun tengsiz maslahat. Qaytarib aytaman. Asal bilan ana piyozni soki bor-ku, piyoz suvi tengma-teng aralashtiradi. Ko'zga tomiziladi. Achishi mumkin, qizarishi mumkin. Hech g'am yemang. Tushundingizmi? Yaxshi bo'lib ketadi. Undan keyin ko'z zreniyasi uchun. Tushundingizmi? Undan keyin baliq moyini tomizsangiz kataraktani oladi. Tushundingizmi? Baliq moyiga tengma-teng asal aralashtirib tomizsangiz ko'z zreniyasiga yaxshi. Undan keyin yana sabzi sokini ichib yuring, kuniga yarim litrdan zreniyani keyin ko'rasiz. Tushundingizmi? Yoki olivko'li masla tomizib yuring ko'zga. Lolasi yaxshi.